Sizlar bilan Messi. Akalar, bugungi o'yinimizda Roblox o'ynaymiz. Bugun odamlarga skin quraymiz. Ukam qizga quraydi, men esa bolaga. Qani ketdik. Bunday bo'lsa boshlaymiz. Bu shoshlarga tegmaymiz. Mana kim bo'lsa, mana bu yo'q. Mana bu, mana budan bo'lsa, mana zo'r bo'ldi. Mana bu kiyimlar oyoq kiyim. Bu yoq kerak emas. Bu yerdan esa qaysini kiysak bo'ladi? Masalan, mana bu. Bu boshqa. Mana bu şlapa. Mana bu yerdan hech narsa kerak emas. Mana bu yerdan mana yo'q. Zo'r. Ana bo'ldi skin. Endi ukam quraydi. Akalar, skinim yoqqan bo'lsa, kommentariyaga zo'r skining zo'r deb yozib keting. Endi ukam qizga quraydi. Videoni to'xtatib turaman. Yo'q akalar, mana to'xtatib turdik. Endi qizni skinini ukam quraydi. Yo, salom, sizlar bilan men Messi 10k. Bo'ldi, ana ukam sizlar bilan salomlashdi. Unda bo'lmasa ketdik. Qizga mana buni qura ukam. Bo'ladi. Suytib Quradi. Mana buni qurayman. Qarashdan. Oq krosovka. Endi bu yerda qaysi bir qizga mana bu yarashadi? Atbaxshi. Xayr, nima shoshtanglamadik-ku mana. Va ochki kerak emas. Shunaqami? Mana bu kerak-ya qizga. Mayli. Qizga mana bu yarashadimi? Yo'q, mana bu. Sizlar bilan akalar, mana skin qurib bo'ldik. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'ling, kommentariya yozib keting. Bu qizni skini yoqdimi sizlarga? Kommentga yozib keting.